Assalomu alaykum hamma. Bizni choy klientlari. Siz xudo xolasa yangi joy ochamizni. Oshxonamiz. Oshxonamiz ko'raylik. Keyin zalga ketdik. Bu bitta siflatli katta zalimizda bo'ladi. Agar bizni kutayotgan bo'lsanglar, yana choy ochishni xohlasanglar, bitta videoga like bosib qo'yinglar. Xudo xolasa 5-10 kun ichida ochamiz. Bizni kutinglar. Joy ko'rsat yaxshilab. Manzilni shu paytda ketamiz. Assalomu alaykum hammalarga. Xo'p, biz yangi joy ochamiz. Yangi oshxona. Bu yoq oshxonamiz bo'ladi, bu yoq zalimiz bo'ladi. Bu yoq yo'lak. Bu yerda ham bitta katta zalimiz bo'ladi, splashnoy. Kutayotganlar bo'lsa, choy ochilishini mana shunaqa katta sharoitda ochilyapti. Bunga ancha vaqtimiz ketgan buni qilish uchun. Oshxonamiz juda ham katta bo'ladi. Bu yerda o'choqlar bo'ladi, bu yerda gaz bo'ladi. 20 xil, 30 xil ovqat bemalol bo'ladi, shashlik, pashlik. Kutayotgan bo'lsanglar, biz xudo xolasa 5 kunda ochamiz. Keyin Amlar boş yedib o'tirdilar. Boş yedib, amlarni yangi olib oldim. Hammasi. Yangi bo'ldi. Ha, zo'r. Hammasi o'shalasi. Yangi. Bayram bitti setka olib berasan. U mayda chidan. Ana qo'y. Gazeta gaz plitani olib keladi, gaz plitani gaz. Assalomu alaykum hammalarga. Xudo xolasa. Biz ish jarayoniga ketyapti. Bitta. Juma kuni xudo xolasa ish. O'zimiz aytamiz, ozgina ishlamiz qoldi. Reklama ishlaydi. Shunday ish bo'lsangiz. Bilmaydiganlar uchun joy yetib qo'yaman. Islavas tenkasi eski. Hammaga xayrli obed. Xudo xolasa bizda zagorovkalar bo'lyapti. Oshxonamiz bitgan. Takoy atmosfera, takoy tozalik va sifatli mahsulot yegilik esa kesinglar, xizmatamiz. Zalimiz ham takoy ashishinglarda top-toza, chotki, вообще idealniy. Noldan qildik. Xudo xolasa ertaga ochilamiz. Pastimizda xuddi shuncha zal bor yana bitta. Bemalol 100 kishi, 150 kishi ketadi oshxonamizga. Xo'p. Pastga nomerlar yozib qo'yaman. Shu nomerlarga telefon qilsanglar bo'ladi. Faqat ertadan, juma kunidan. Hoppa. Assalomu alaykum hammalarga. Xudo xolasa bizning ishxonamizga tushgan, ishlashyapti. Hammalarni kutib qolamiz. Mana shu yerdamiz. Xudo xolasa hozircha faqat ovqatlar qizishtiribdi. Sizlarga bitta obzor qilaman. Bu yoq oshxonamiz, kuxnyamiz. Xo'p bo'ladi. Bu yoq zalimiz. Вообще. Ko'rasiz shuni. Sizlarga xizmat qilganimizdan hamisha xursandmiz. To'g'ri, pastga nomer yozib qo'yaman, shu nomerlarga qilsanglar bo'ladi. Tanishamiz.